Moskvada aktrisa Anastasiya Zavorotnyukning merosi bo'yicha ish ochildi. Notarius keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, aktrisa hayotligidayoq mulki yaqinlari o'rtasida qanday taqsimlanishini belgilab qo'ygan. Endi uning onasi, turmush o'rtog'i va farzandlari ko'chmas mulk, qimmatbaho qog'ozlar, zargarlik buyumlari, bankdagi pullar, hatto uy hayvonlarini ham bo'lishib olishlari mumkin. Ma'lumki, aktrisa yaqinlariga umumiy qiymati yuzlab million rublga teng mulk qoldirgan. Aktrisa so'nggi yillarini o'tkazgan shahar tashqarisidagi hashamatli uy kichik qizi va onasiga tegdi. Bu maydoni 682 kvadrat metrga teng ko'chmas mulk bo'lib, Yangi Moskva hududida joylashgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ko'chmas mulk $120 million ga baholanadi. Zavorotnyukning katta qizi va o'g'li Moskvadagi kvartiralarni meros qilib olishadi. Har birining qiymati taxminan 60 million rublga teng. Aktrisaning beva qolgan eriga esa kvartira va Sochidagi yer maydoni tegadi. Anastasiyaning bir nechta hashamatli mashinasi esa tirikligidayoq onasining nomiga rasmiylashtirib qo'yilgan.